Har bir inson yilida 365 kun qabul qilishi kerak bo'lgan minimal vitaminlar va minerallar kompleksi nima ekanligini bilasizmi? Yozib oling va amal qiling. Vitamin D suyak va mushaklaringizni mustahkamlaydi. Vaznni normal holatda saqlashga yordam beradi. Turli infeksiyalardan, viruslardan himoya qiladi. Magniy asab tizimini tinchlantiradi. Teri hamda soch holatini yaxshilab beradi. Depressiyadan himoya qiladi. Ichak faoliyatini yaxshilaydi. Qon bosimini normallashtiradi. Vitamin C kollagen hosil bo'lishi uchun kerak. Terining rangini yaxshi holatda saqlab beradi. Yallig'lanishdan hamda erkin radikallardan himoya qiladi. Qarish jarayonini sekinlashtiradi. Omega 3 yog' kislotalari qon tomirlarini himoya qiladi. Yomon xolesterinni pasaytiradi. Yurak-qon tomir kasalliklarini, bo'g'imlar muammolarini oldini oladi. O'zingizga eng yaxshisini ravo ko'ring. Shu bilan birga, bu vitaminlar va minerallar to'liq so'rilishi uchun oshqozon ichak traktingizni salomatligini ta'minlab qo'ying. Salomat bo'ling. Sog'liq haqida yana ko'proq bilishni istasangiz, meni Telegram kanalimga o'ting.